Assalomu alaykum, suyimlik azizlar, qandoqlig'inglar, yaxshimi? Biz yana kitobimizni o'qishni davom qilamiz. O'qiyotgan kitobimiz Qiyodagi ovchining Ahuzari. Qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan kitob. Biz birinchi bobida to'rt ona, ya'ni ona yurti, tarixi, tili, urf-odat haqidagi mazmunlarni, ikkinchi bobda yo'riq yulduzlar deb shu millatdagi nihoyatda dangliq adib, yozuvchi, shoir, san'atchilarni, botirlarni so'zlab o'tdi. Endi 3-bobga keldik. 3-bob. Asrlar davomidagi jinoyat. Markizda sot. Dönünboy bilan ikki tishli Afrika beliqining zahri. Yer ziminni, suvni tatibasimi mayli. Boyliqingni tatibasimi mayli. Hatto jiningni osimi mayli-g'u. Ah, kishining aql o'shini tatib olishni qandoq qor ko'ngil o'ylab topdikin? Xudo, bundaq zolimlikni yurtga qandoq yo'llar bilan avatding? Yer yuzidagi boshqa shumliq ozmidi? Bu Chingiz Aytmatovning bir asridan ilingan naql. Endi Muxtar Shahonovning she'ridan azroq o'qiymiz. Chınq tushda yoki nurliq oqtongda, uchqu bilan parvoz qilib manganda, ko'z solsangiz tuvanga, tap-tekshi bo'p ko'rinudi jirolar, yeriqida yilni bor o'rilar. Menmu sendin ko'p mezgil yiroq yurib, nazarimni har yoqlarga burab yurib, sezmabdiman qo'yningdagi jirolarni, yilon yutgan zimiston o'ralarni. Ah, taqdirim yülek bo'lgan tiligimga, savirliq qalbning keturma rangin battar. Do'st dushmanning sig'isholmas yuragiga, dal yaqindan qarashga mumkinlik bar. Shunda gar men yaqindan xatolashsam, yaqin kelgan baxtdan xo'sh bo'lmasam, yaqin turgan egizga chiqqanmisam, yaqin yurib dushmanimni toniyanmasam, yaqin yurib do'stimni bilamasam, o'z qayg'umda o'zimni jazolig'in, bo'lur o'zimga o'z uvolim. Muxtar Shahonov. Asrlar davomida insonning bir-birlab yiqqan ro'yi boyligining nima sababdan qimmati tuvanlashi zarur degan savolga biz ikkimiz bosh qotimisak kerak. Kishi jismidagi yovuzlik, qorniyatlik, doim yilinjab, mehribonlik bilan xayrixohlik kun sayin o'z aslidan yiroqlab ketayotgani nimasi? Ko'mikini qurtmasak gurich kuni yo'q. Doğru chechib yo'qotmasang, bo'y bermay o'sadigan harom cho'plar gurich yildizni chirmab, denini pichak qilib qo'ydi. Kishi engining maxfiy qatlamlariga yoshiringan zolimlik qilmishlarining bosh ko'tarishiga mumkinlik bermay, o'z vaqtida besib yonchib turmasang, durustliqingga xavf yetishi mumkin. Bu shuningga o'xshaydi. Hech qaysimiz etizga o't termaymiz. Etizga bug'doy qo'noqlarni teraymiz. Shuni alayda o'g'itlab, alayda uning ajr qilamiz. Lekin hech termagan o't cho'plar o'zigidan o'sib, hamma yerda bir shaklda yashaydi-ku. Demak, inson vujudidagi qorong'u taraflar narsalar ashunga o'xshaydi. Agar biz uni vaqtida yo'q qilib, heliqi bizga lozimlik bo'lgan, bizga manfaat beradigan bug'doy qo'noqlarimizni o'g'itlab, mavu shumboya o't cho'plarning uni yo'q qilitishidan yoki uningga keraklik bo'lgan o'g'it, energiya va kuchni elinishining oldini olmasak, demak bizningki etizimizga tergan u bug'doy qo'noqlarimiz biz kutgan shu hosulni berolmaydi degan gap. Sovet ittifoqining parchalanishi bilan cheksiz erkinlikning manbasi mushundoq degandek. Bozor egilikdagi televizor bilan son-sanoqsiz kino teatrlarning ekrani atigandan kechgacha odam o'ltirishning, xo'rlashning va karvat ustidagi munosabatning sonsiz turini ochiq yo'riq ezib uchirib ko'rsatishga boshladi. Kitob do'konlarida madaniy ko'rkamlikdan yiroq bo'lgan etish bilan ezishqa, qo'g'landi bilan surgunga liq to'lgan, jinsiy havas yoki shu sohaning nomus bilan odamgarchilik sezimini tark etgan yot qahramonlar to'g'risidagi murakkab qurilmaliq urush talash kitoblarga liq to'ldi. Mushu ma'nodan olganda, o'lim yetim tug'diradigan qurol-yaroqlarning har xil turi ko'ch-ko'yda erkin setilayotidi. Aytmatov. Shundoq, shu chechilang'i ko'z qarshimizning dardini bir kun tortib qolamizmi deb ansirayman.
Barmaq tishlab nurg'un qitim pushaymonga qo'ydigan. Bu cheksiz erkinlik bizning oldimizda milliy urf-odatning, an'analarimizning yotilishi bo'lib qolarmi? Tarixiy mirosdan quruq qilish yuz berarmi? Chunki sabab natijasiz hech narsa yo'q. Ba'zida buvoq bolalar bilan o'smirlar uchun tapanchaning har xilini, yomg'irdak o'q yog'diradigan avtomatni, yolt-yult qilgan qilich bilan xanjarni o'yinchoq qilib yasamay qo'ysin bo'ptikan deb o'ylab qolasan. Olimlarning tadqiqotidan qaraganda, o'yinchoq qurol o'ynab cho'ng bo'lgan bolaning psixologiyasida tangtushlariga qaraganda zo'migarlik, ko'ranglik qatorliq bo'lmaganlik qaroqlar mavjud bo'ladi ekan. Yashashning rohatidan ko'ra jafosini ko'proq tortgan bizning xalqimiz yoshlar tarbiyasiga siniq nazar bilan tanqidiy qarash saboqlarini boshdan kechirmidimi? Shaxonov Yapon mutafakkiri Daisaku Eikada bilan bo'lgan suhbatimizda har bir oila o'z avlodlarini qalaymag'an ideologiyalik hujumlardan qo'g'dashni bilish kerak deb hozirgi vaqtdagi ig'ir ahvolni bilib qimmatli fikr bergandingiz. Biz bo'lsak esimizni yig'ib o'zimizni o'ngshashning o'rniga hozirgacha bo'y bermay yovvoyi otga o'xshash ko'zga ko'rinmas nishonni maqsad qilib o'shimizning ketguchi olg'a intilib keldik. Aytmatov shundoq mehr-muhabbat, shafoat ziyon uchrayotidi. Sadizm. Bu yerdagi sadizm degani zolimlik va qonxo'rlikni ko'rsatadi ekan. Sadizm dunyoning har bir puling puchqoqlarida ko'rilyotidi. Oldi bilan endi shu sadizm nimaning ta'sirida paydo bo'ladi, qayerdan boshlandi degan masalada to'xtalaylik. Dunyoviy dardga aylangan sadizmni haddidan oshgan yovuzlik, qorniyatlik deb kesib aytsaqmi bo'lar. Onun kishilar harakatida ko'rilishini olimlar irsiyat orqali bo'ladigan sadizm, ro'yi kasal, ya'ni chekimlik bilan ichimlikdan bo'ladigan sadizm, jamiyatdagi bo'lmag'ur o'zgarishga munosabatlik, shundoqla o'z atrofidagi g'ayri ta'sirdan bo'lgan sadizm deb uch turga bo'ladi. Sadizmning uch turini birisi irsiyat, ikkinchisi atrofdagi jamiyatning ta'siri, uchinchisi har xil chekimlik, uning buningdan deb uchga bo'ldik. Sadizm Fransiyaning 18-asrda yashagan yozuvchisi Markizda Sadning ismiga munosabatlik. Sad o'zi to'g'riliq ko'z yumish oldida yer yuzida mening qabrimning xarobisim qolmaydi va men to'g'risidagi xotirlarning kishilar yodidan mangulikka yo'qolganligiga ishonchim komil deb keskin hukm qilgan bo'lsa-mu, uning umr bo'yi qilgan vahshiligi ismini to bugungacha o'chirmay kelmoqda. Markizda Sad qo'lini qonga bo'yab odam o'ltirmagan, o'g'irlik, qaroqchilik qilmagan, biroq o'z vaqtida butun Fransiya xalqi biladigan shahvatparast bo'lgan. Uning buzuqchilik hayoti bilan yozuvchilikning bir-biriga bog'lanishlik ekanligini nazarimizni tortadi. Sadning dard talashga to'lgan hikoya romanlari qarsak, sadizm, ya'ni qora niyatlikni namoyon qiladi. Sad inson qalbidan chiqqanligiga o'zi yashagan davr javobgar deb ayblaydi. Shaxonov Shu vaqtda Fransiya oqso'nliklari qo'lidagi huquqi bilan yuz obro'yidan, ko'z oldidagi baxtidan ayrilib, tushkunlashib, ich-ichidan tashvishga to'lgan edi. Shunga Sadning karvat ustida har bir erkak zo'ravon bo'lish kerak degan fikri ular uchun shuarga aylandi. Umumlashtirganda, u lazzat bilan azobni, xushallik bilan qayg'uni bir-biridan farqlantirmaydi. Bordellarga kelgan Sad yenida yotgan ayolini oldi bilan qamchi bilan ola qo'ymay rosa savob, ondan o'z teniga urishga kirishidi ekan. Shuningdan oladigan rohatning cheksizligini bilib yetdim deb har qatimda ixro qiladi ekan. Justina romanida oldi bilan ko'zga chilqadigan yovuzlikning biri Jarkant otliq personaj o'z ayolini yorlandirib, uningdan oqqan qonni ko'rib rohatlanib huzur oladi. Hatto bu ish haftaning ma'lum bir kunida takrorlanib turadi. Shuning bilan birga avtor shu azobni suratlaganda o'zining haqiqatan rohat his qilganligini yepib yo'shirib o'ltirmaydi. Jang psixik sarg'ankanda bu. Shundoq qilib Sadning ismi sadizm degan xalqaro atalg'uga aylandi. Qalaymaqan yovuzlikning qarg'ishiga uchramay qolmaganiga o'xshash Markizda Sadning hayoti intayin ig'ir ahvolda o'tadi. Bir qancha qatim fohishlarning uyida tutilib qolib, turmaga solinib, qo'g'landi qilinadi. Keng xalqni nafratlantirgan qutratquch oxiri Italiyaga qochishga majbur bo'ladi. Uning zamondoshlari 1970-yil sentabrda italiyaliklar Sadni
ovlanğan yavoyi hayvonga o'xshash temir qafasga solab, vataniga akilib tashladi deb yozadi. Buningdan Italiyaga borgandan keyin uning shahvaniyatining texim kuchayganligini ko'ralaymiz. Xalq oldida sharmanda bo'lib, qaytib kelgandan boshlab o'z ixtiyoriga qo'yib berilmagan sadizm, ya'ni zo'ravonlikni yig'ishtirib, yozg'uchilikni dunyoga namoyon qiladi. Tabiat qo'ynida pinhon qilib, nomussizlarcha o'tgan kechirim ishlarini qog'oz yuzga tushirishga boshlaydi. Justina romanida Malay qiz Justina degan personajning ajoyib sopdilligiga chin ko'nglingiz bilan ishonasiz. Ehtiyotchan qiz o'zi malay bo'lib ishlagan uy egalaridan qanday xo'liqlarni ko'midi deysiz? Zo'rliq bilan oyoq osti qilinganini bu yoqda qilib, ikki putini yog'ochga bog'lab, ikki qo'lini ikki yoqqa kirib uridi, ishqi talatidi. Tomirini tilib, qinini suvdek oqqizib, nafsini qondirganligichu. Bo'yniga yip selib bo'g'ib qiynaydi. Justina hushidan ketib, telib yiqilgandila jipning uchini bo'shtidi. Aytmatov. Markizda Satning jismidagi qarama-qarshilik bilan qon ichar buzuqchilik uning asarlarida to'liq namoyon qilingan. Kishini eng o'kindirdig'ini, u buning hammasini g'azablanib emas, balki intayin suyunish bilan bayon qiladi. Qor niyati bilan qog'ishdan boshqani uqmagan Satning vahshiylikni targ'ib qiladigan kitoblari hozirmi dunyodagi har qaysi tillarga tarjima qilinib, sonsizlagan tiraj bilan taqalmoqda. Uningsizmi davr ro'yi turoqsiz zamonga duchor bo'lgan yoshlarimizga hiliqidek asarlarni o'qishga berganda erishadiganimiz nim bo'la? Shaxanov. Sadning asarlaridagi kishini cho'chitadigan ko'rinishlar bilan haddidan oshgan hayvoniylikqa la'nat etimiz. O'z onasini o'z oyog'i osti qilgan, o'z qizi bilan o'ynashgan inson qalbidan chiqqan otining qiliqini o'qishning o'zi qanday g'azab deysiz. Hatto og'zimga qo'rqoq chiqib ketdi. Bo'ynida 54 ayol bilan yosh o'smirning qinini ko'targan Chikatilo qatorliqlarni shu markizda Satning ilg'or o'quvchilari emas deb kim ayta? Yaqinda Dunyo yangiliklari degan jurnaldan Yeshim 37, egiz bo'yliq, kelishgan yigitman. Karvatda yetishning oldida o'zini tasma bilan savab, jinini ko'ziga ko'rsatganini yaxshi ko'rdigan, yaralandirgandan huzurlanadigan ayolni izlayman. Balkim o'rnimizni almashtirib qolamiz degan e'lonni o'qib, ovuldagi bir ayolning texi bola vaqtimda o'zim guvoh bo'lgan qo'pol qilqi esim keldi. Kündəlik uy ishlari bilan tinch yuradigan chiroyli ayol qo'shnimiz ushtum-tut o'zini qo'yadigan yer topolmay, boshqalarning oldida eriga tegib tillab yoqasiga eslatdi. Chidab turolmagan eri uni ol qo'ymay rosa savaydi. Orqa tushgan qo'shnilar: "Hey bichora, o'lmoqchimisan? Qo'ysangchi bunda qamlashmagan qiliqingni" desa, heliq ayol: "Savasa dumbamning qimqimlari besilib, yengillab qolaman" deydi. Shu vaqtda tayoq yegandan huzurlangan nimasi deb hang-tang qolatdim. Keyin o'ylasam, bumu kishi psixikasining o'ziga xos ajoyib maxfiy tepishmoq ekan. Bu bir xil psixikalik oyinish hodisasidan iborat amniyat. Markizda Sat bilan yuqorida aytgan yovuzlik izlagan yigit jismidagi huzurlanish vaqtidagi karvatda birga bo'g'ichisini qiynashga bo'lgan xumoliqi, ayolning beka tayoq yeyishga urinishi orasidagi ma'lum bir munosabat bor. Buni inson qalbidan chiqib ketish, vahshiylik bilan shahvoniyatning o'rtasida bo'ladigan bo'lakcha sezim deb baholaymizmi? Kim biladi? Bir qatim Marikadan mashina bilan kelyotgandim. Vaqt tunni yerim bo'lib qolgan. Uzun yog'och ovulining oldidan o'tib ketayotganimda yo'l qatnash saqchisi ola tayoqini ko'tardi. To'xtadim. Qozoq yigiti meni ko'rdi-da, Muqa degani Muxtar Shaxonovni hurmatlab Muxtarka degan ekan. Siz ekansiz-ku, kechada qayerdan kelyapsiz? Deb paypitak bo'lib qoldi. Xafa bo'lmasangiz, Olmatog'gacha bir yigitni selib olamsiz? O'ltirsin, o'zim yolg'izsirab ketayotdim. Yigitim, yo'l bo'lsin, dedi yenimdagi notanish sapardishini so'zga tortib. 6 ayolni qiynab o'ltirgan yigit to'g'risida bir nima o'qiganmidingiz? Dedi sapardishim. Bir nima uqqanmidingiz? Dedi sapardishim. Yomon bo'pti, uqqanman. Men mush ishi bilan ketayotgan tirgovchi edim. Qaraganda yigitning asushi joyida emaskanda. Yo'q, dedi tirgovchi beshin chayqab. Asushi joyida o'zi shu uzun yog'ochda tug'ilib o'sgan, maktabni yaxshi bitirgan taqturqim kelishgan. Uning aytishiga qaraganda o'ltiradigan kishini oldin tayyorlab oldi ekan. Ikkisi xoli qolganda yigit xanjarni o'yintib akilib ayolning yuragiga tiqib to'lg'aganda bechorning jini tumshuq ekanmamdu.
Mana shu ayolning jon uzish oldidagi azobi heliqi yigitga ajoyib huzur his qildiramish. O'ltirilguncha qancha ko'p qiynalsa, u shuncha rohatlanamish. Hu attanga lanet. Muqa, dedi tirgovchi Olmatog'ning chiroqlari ko'rinishga boshlaganda. Mashinangizni to'xtatsangiz, sizga bir rasm ko'rsatay. Ün-tinsiz tormozni bosdim. Sherikim chamdonni ochdida qog'ozlarning orasidan bir rasmni ilib qo'limga tutqizdi. Ustalning ustida bo'ynidan kesilgan ayolning beshi turdi. Chechi chuvilib, sing'oqlari kirishgan, ikki ko'zi yumilgan. Mana bu heliqi yigitning oxirgi qurboni. Shurkinib ketdim. Tirgovchi hikoyasining oxirini davomlashtirdi. Leningraddan atayin chaqirtilgan olimlar yigitning 7-ci ata bo'lsini qonxo'r ekan degan qarashni o'tirib qo'ygan. Ya'ni bu qonxo'rning odam o'ldirish va uni azoblashda bo'lgan xushtorligi irsiyatdan kelganmish. U ashu vahshiylikni o'z ixtiyori qilmagan bo'lishi mumkin yoki uningga irsiyati bilan tegitekda majburmi qilgandi balkim. Tarixda qo'yqi chechangni tik turg'izadigan voqealar ozmi? 17 asrdagi qonxo'r ayol Vengriya grafining xonimi Elizabeta Barturyan olayli. Bu xonim yosh qizlarning issiq qinida yuyinishga odatlangan. Qonga cho'milgan chaqda o'zini alayida baxtli sezadigan bo'lg'achqa hamda yosh, yangi qon rangimni ochadi deb tushungan. Bu zolim ayol 650 dehqon qizni qurbonlik qilgan. Ma'lumki, yapon faylasufi Daisaku Ikada bilan bo'lgan suhbatingizda uyingizni talon-taroj qilgan o'g'rilarga g'azablanganingizdan qo'lingizga miltiq ilib o'g'rilarni etib o'tish niyatida yo'lga chiqqaningiz haqida eslab hikoya so'zlab bergan ekansiz. Aytmatov. Kishini yovuzlikqa ba'zida yashagan muhit ittirdi degan gapga tamoman ishonaman. Undaq sezimni menmi beshimdan kechirdim. Qattiq achchig'lanib, vatan urushining eng keskin mezgilida odam o'ldirmoqchi bo'lganman. 1943 yılı noyabr aylarının dastlabki mezgilida oilamiz keyni-keyndan zo'r qayg'uga uchirdi. Men jon qiynagan ocharchilik, yo'qchilik yoki urushchiq malomanchilik to'g'risida so'zlamoqchi emasman. Buning hammasi so'zsiz e'tirof qilingan, aytmasimi tushunishlik avvallar. Uning ustiga xalq dushmanining bolasi bo'lsang, ahvoling texim ig'irlab ketmamdi. Onamiz betob, jigda avulida turayotgan edik. 4 bolaning cho'ngi men, yeshim 15 edi. Mal solaydigan quta yo'q bo'lg'achqa bosh panoyimiz bo'lgan kolimizni boshliqning ruxsati bilan kolxozning qutiniga solaydik. Urush oldida muzay vaqtida bizga ulashtirib bergan ashu kolning ismini hozirgacha unutmadim. İsmi Zora edi. Bularning hammasini izib, sig'irlab o'ltirishim shu sehrsiz bizning yashashimizning hech mumkinchilik yo'q edi. Kun bo'yi qutandan chiqmay Zorani beqib, qo'shnilardan oshqan-toshqan tomoq qoldirini yig'ib kelib, uningga beratdik. Yazgı yaqin muzayliq bo'lib qolsa, uyimizdan süt, qaymoq, qitiq, jurat uzilmasa deb arzu qilatdik. Bir kuni o'rnimdan sahar turib, kolxoz qotiniga berib, Zoraga qaramoqchi bo'lib uydan chiqdim. Bütün bedenimni titretgan sovuq shamol bilan ozroq yo'riq tushgan qish sahrini umr bo'yi unutolmayman. Qo'tonga haqlardan burun berib optiman. Molchilarning hech qaysisi kelmabdi. Eshikdan kirganlar yana eng chetiga bog'lanib turadigan bizning kala o'rnida yo'q turdi. Dastlabda beshiga bog'lagan narsa bo'shab ketib talada yuramo deb o'yladim. Qo'rov bilan saroyda yo'qligi aniq bo'ldi. Bir bulungda cho'p ustida xabarsiz uxlab yotgan kuzatchini uyg'otdim. Bu haqiqatan bilmadimi yoki bilmaslik selib oldimi, un ichiga tushib ketib, boshqa aniq javob berolmadi. Shunchalik jiddiylashib ketdimki, atrof qo'ymay qarab, daryo qirg'igacha berib, yurib hamma yana tekshir qarab keldim. Har kuni sahar mo'rab qarshi oladigan Zora yo'q. Bir shumliq bo'lganligini pamlab, tiz mengib onamning qishiga keldim. Kalaning o'g'irlanganligida shak yo'q edi. Hammamizning oldida "Endi Zorasiz qandoq yashaymiz?" degan savol turardi. Sing'illarim unini bosolmay uzoqqa yig'ildi. Cho'qrab yig'lagan ovozimizni anglagan qo'shnilar kirib kelishdi-da, o'g'irlarni qog'ab lanet o'qidi. İçimde qandaq qilib bo'lmasin o'g'irlardan o'ch elish kerak. O'zimdan kichik narasliklarimni qo'g'dayamasam yashamayla qo'y degan qattiq achchiqim bilan g'azabdan yerilay deganim yelimi esimda. Xiyolimdan faqat birla niyat neri ketmadi. U bo'lsimi, u o'g'irlarni o'z qo'lim bilan o'ltirish edi. Traktorchi qo'shnimiz Tamirbekning miltiqini so'rab bordim. Og'rib yetibdikan, gap qilmayla ana tomda isig'liq turdi. Eli va o'q to'risi boshqa sumkaga selingan. Saq bo'lgan bo'lsam, o'zimni izlab tepib, ititetdim u ishlarni deb achchiqlandi. Tamirbekning uyidan o'qloqliq miltiqni olib chiqdim. Kala otdek emas,
Köp yiraqlap ketolmaydi. Kunduz xalqlar ko'rib qoladi deb so'yib, go'shini yoshirib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'zlari hamma ishlarini tugatib uxlayotgandi degan o'y oldi-keyindan o'lishib to'xtamay kelatdi. İzleydigan hech kimi yo'q. O'xshashli yetim yesir deb o'g'rilarning bizni bekordan-bekor bo'zaq qilgani achchig'imni texmi qaynatdi. O'g'rilar qancha kishi bo'lishidan qat'iy nazar uchrashsamlar bir-birlab otaman. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Etizlar bilan o'ng'ul-do'ng'ul yerlar bilan to'xtamay mengiyverdim. Ini-sing'illarim bilan navbatlashib kiydigan o'tik yirtilib ketsam ayab yurmadim. Yo'l tanlab mengishga vaqt yo'q, kech kirib qolay dedi. O'g'rilarning qarisi ko'rinadigan emas. Atrof go'zal tog' bilan keng dala. Tirik jonnimi, molning izinim ko'gil bo'lmaydi. O'g'rilar yaqinli yerdagi jambulga ketdi-g'o deb o'yladim. Zo'rani so'yib bozorda sotmoqchi. Yuragim intayin ansiz selib ketdi-da, shaharga qarab yo'l oldim. Jambulga tang etishi bilan berib, bozorni oralaydiganligimga ishonchim komil. Albatta, ular meni taniydi, biroq kechirim yo'q. Go'sht setayotgan o'rnida etib tashlayman. O'z xiyolim bilan bo'lib ketib, hech kim bormaydigan qadimiy xarobiylik tarafdan eshik minib kelayotgan oqsoqol kishini ko'rmay qolibdiman. Ochiqimdan bo'z kerak, hatto salomga qilmabdiman. Meni oqsoqol o'zi to'xtatdi. Bolam, sen birasini o'ltirgil ketyapsansan? Ha, dedim men uning savoliga qilcha ayron bo'lmay. Nimali bo'lmasin o'ltiribdiman. Eshakka minib olgan ko'ni kiyimlik oqsoqol kishi bilan ko'zlarimiz uchrashib qoldi. Men o'qloqliq miltiq esib olgan holatda o'ychan, farosatlik oqsoqolning oldida turardim. Bolam, oddiy ish emas ekan-da, oldirma paranglashayli. Qandoq sizga bundoq yomon niyat kelib qolding? Yel silib qolgan kalimizni o'g'rilar ilib ketdi. To'timiz endi ochliqdan o'ladigan bo'ldik. Onam betap. Təs, rastlığı təs. Lekin sen sözümni anla balam, dedi oqsoqol. Odamni xiyolingdan o'ltirma, hatto la'natdek o'g'rinimi. Nasihatimni angla. Uyingga qayt va umrvoyat esingda saqla. Qor niyatli qilgan kishini hayotning o'zi jazolaydi. Uningga gumon qilma. Seni bo'lsa hayotning o'zi rozi qiladi. Baxt omad o'zingni o'zi izlab keladi. Uning beshingga qo'nganini sezmay qolasan. Bugun bir kalangni o'g'irlatgan bo'lsang, cho'ng bo'lganda sening nihoyat ko'p kalang bo'ladi. Menga ishonib uyingga qayt. Bir vaqtlarga borganda mening gaplarimning rostligini bilib yetasan. Aytgan shu gaplarimni anangga so'zlab bergin. Men o'z yo'limdan qolmay. Yiroqlab ketayotgan oqsoqolning keynidan qaradim. U orqasiga qarabmi qo'ymadi. Kirikka tegmagan miltiqni esib olib, beshim qaytib ovulga qarab yurib ketdim. Esimni yig'sam, butun bedenim titrab, yig'lab ketayotgan ekanman. Yo'l bo'yida oldimda Xizr bo'lib uchirgan shu oqsoqolning so'zlari helimi yodimda. Odamni xiyolingda bo'lsin o'ltirma, hatto la'natdek bir o'g'rinimi. Shu voqeani bir tanishimga aytib berganimda, qancha kalang bor deb so'radi. Birmi kalam yo'q dedim. Keyin o'ylasam, butun dunyo miqyosida ko'p tiraj bilan besilayotgan kitoblarim mening hozirgi kalalarim emasmi? Balkim shu avliyo oqsoqol ashularni ko'zda tutib aytgandi. Asas suhbat zo'ravonlik, ya'ni sadizm to'g'risida davomlashyapti. Ba'zi ashu mungluq balaliq chig'im, boshpanoyimizni yo'qotib, ocharchilikda qolgan zimiston qishning mudish kunlari esimga kelsa, o'zimcha ko'nglim g'ash bo'ladi. Biroq o'qloqliq miltiqning oldiga o'g'rilarning uchrab qolmaganiga hozirgi kunlarda o'z ichimdan 100 ming qatim shukr deyman. Yovuzlikdan yovuzlik chiqadi. Tasoddifiy o'g'rilar uchrab qolib etib solsam, mening taqdirim nima bo'ladi ekan ta? Ching'iz Aytmatov yo'qoladi-da. Jamiyatdagi bo'lmag'ur o'zgarishga munosabatlik hamda o'z atrofingdagi g'ayri ta'sirdan paydo bo'lgan sadizm uchquni mening jismimdan bosh ko'tarishi mumkin edi-ku. Odam jismi intayin sirliq narsa. Jismingda baxillayotgan yaxshilik bilan mehribonlik, ushaq-chushaq qiyinchilik tufayli tatgan azobdan tug'ilgan o'chmanlik, yovuzlikqa o'xshash zo'ravon kuchlar tarafidan qaymoqtirib qo'ymaslikqa kim kepil qila oladi? Shaxanov. Lev Tolstoy har bir ozg'unliqingni baxtsizlik deb hisoblama. Balkim sening haqiqiy baxting shu yerdan boshlanar debdikan. Aytmatov. Agar ashu bolachig'imda ozgan bo'lsam, oxiri faqat o'kinish bilan oyoqlashar edi. Bularni o'ylasam, tenim titrab ketadi. Meni yomon ishdan saqlab qolgan hurmatga ega oqsoqol kim bo'g'iydi? Oldim uchirgan Xizrmi yoki avliyo? Sadizmning oldi ilinayotgan hozirgi kunlarda yoshlarning ro'yiga aql nurini sepkichi, farishtadek qo'g'dab turg'uchi o'tkir duoliq oqsoqollar o'rni bo'sh qoldigan bo'lib qoldi. Shaxanov. Ne yazık ki bununla ilgili bir sonuç bulamadım.
Ахырқы 30 миң yil ichida odamlarning mingisi o'zgarishga uchramadi, deyishadi olimlar. Bu yerda o'y yugurtishga tegishli qiziq ahvollar bor. Endi o'tgan ota bovlar mutafakkur, ziyoli, mo'min yoki qonichar, yovuz bo'lgan bo'lsa, uning avlodlaridan 7-8 otadan keyingilar yoki bo'lmasa uningga yaqinroqlardan shunday xarakterliklarni kutamizmi? Ularning jismidagi oqko'ngillik bilan qorniyatlik doim kishining ong saviyasini, xarakteri xulqini, qoida yo'sinni umr bo'yi tizginlab turamdi. Sizning kalangizni o'g'irlagan o'g'rining naslidan faqat quloq kesdi o'g'ri chiqishi kerakmi? Yaqında gazetdan bir maktab o'quvchisining haddidan oshgan qo'rqinchli qiliq to'g'risidagi maqolani o'qib hayron qoldim. Öz tanıtışlarından düşençisi, bilimi xeyli oldida, kündülük dərsini daim 5 numara bilan qo'ydigan bir o'smir mushk bilan ishni qiynashdan, azoblab yoki esib o'ltirishdan hozirlandi ekan. Bir qatim ambarga o't qo'yuvdi. El-yurt yig'ilib biri jon talishib o'chirdi. Yana biri qayg'urib yig'laydi. Bu o'smir ko'ngli aromiga tushib xushalliqdan yayrab ketadi. Hatto bir qatim jismida alayda xumarlangan noma'lum bir sezim avjilib, qabristonliq berib qabrlarni buzib tashlaydi. Uning bilan qanmay go'rni kovlab, o'lganlarning so'nkini xo'rlaydi. Ota-onasi maktabda maqtalib yuradigan bolasining bundaq bangvoshligidan uzoqqacha xabarsiz yuriydi. Bir qatim kechasi usti-beshi loy, to'pi bo'lib qaytib kelgan o'g'lidan so'rasa, go'rni kovlab, o'liklarni qiynab keldim, deydi cho'ng bir yaxshi ish qilgandek. Ko'rdingizmi? Tunigun aybi chuvilgan Chikatiloni esga soldigan yana bir yovuzning bosh ko'tarayotganligini, kishi jismidagi yovuzlikning paydo bo'lishi bilan kelib chiqish manbasi qayerda? Meningcha, qarashtirish chora-tadbirlari uning qatlamlarigacha chunqur tadqiqot ilib berish kerak. Asrdan nalqagan bir kun nomli romaningiz xalqarodagi har qaysi tillarga tarjima qilinib, dunyo kitobxonlarini jalb qildi. Romaningizning shunchalik murakkab hamda ajoyib ijobiy hikoyalari o'yingizda qachon uyg'ondi? Manqurtchilik. Ya'ni bu yerdagi manqurt degani dal mushu Chingiz Aytmatovning asr halqagan bir kun degan mushu romani bilan manqurt ufqimi umumlashib ketgancha bu o'zining hushini, mingsini yo'qotgan degan gap. Bu kitobda kim manqurt haqida tafsiliy yana tushuncha berdi. Manqurtchilik bilan dunyoviy muhasir ideyasini, ya'ni yakka bir odam bilan olamlik masalasini qanday yo'g'ordingiz? Aytmatov. Yozg'uchi yozmay yursimi xiyolida yezib yuriydi degan vaznlik so'z bor. Oldinga oq qog'ozni yeyib, qo'lingga qalam ilib yozadigan asarning temasini qo'ygan bilan, uningga ichki tayyorliqning to'liq bo'lmasa, cho'ng saroy selishga niyat qilgan bilan qurol saymonlar tayyorlamagan qurilishchiga o'xshash vaqting bekor ketadi. Tepilgan temani, yaxshi o'yini o'ttirg'a chiqarish uchun ichki dunyoringni aqtirsan. Bola chog'dagi xotiralar, ko'rgan bilgining, ko'nglingga pukkining, boshdan kechirgan har xil voqealar bilan uchrashishlar tos qilib bir yerga to'plashib, asarning negizini shakllantiradi. Asrdan alqagan bir kun romanini yezish oldida manqurt temasini maxsus tadqiq qildim. Bola chog'larimizda ba'zi bir qoida usulini bilmaydiganlarga "Hey, sen manqurtmi?" deganni ko'p anglaydik. Odamning manqurtga qandoq aylanadiganligini bilmasakmi, so'ngakdan o'tib ketadigan ig'ir gaplarni his qilib yetatdik. Shu manqurtlik to'g'risida dastlabki ma'lumotlarning biri buningdan 10 asr burun aytilib, qirg'iz xalqining mard, botirligi bilan oqko'ngillikning mukammal qomusiga aylangan Manas dostonida uchraydi. Uningda bola Manasning tentakligi bilan ajoyib g'ayratidan cho'chigan qolmoqlarning uni manqurt qilib qo'ymoqchi bo'lishib o'zaro va'dalashganini mundoq bayon qiladi. Balani tutib olayli, beshig'i shir salayli, uyga opirib qiynayli, olti og'isin qolmoqning bosh oxirini yig'ayli. 60-yillarning ichida deyman, atog'liq manaschi Sayoqboy Qaralayevdan manqurt bilan shiraning ma'nosini so'rgan edim. Shu qadrlik oqsoqol birdam o'ylanib olgandan keyin hikoyasini mundoq boshlagan edi. Ilgari qalmoq bilan qirg'izlarning askarlari jang qilgan vaqtlarda ikki taraf bir-birini qul qilib olish uchun mol-mulki bilan qo'shib tutqun qilish ilib borgan. Tutqun molning keynida paloqlab yurgani bilan kunlarning birida ipin tepib qochib ketishi mumkin. Qaysi birlari orqali o'z to'g'risida yurtga xabar berishimi, hatto tirikjan bo'lgandan keyin ovuldagi qizlarga surkilib qo'yishimi yiroq emas. Yoshligida qo'lga tushgan, kuch-quvvatga to'lgan tutqun 5 yil yoki 10 yil labbay deb xizmat qilar. Umi odam balasi. Nerber bo'lib yurib, ichki qarshilik o'zini ko'rsatib, qo'li qurol elib, yuz qilib o'ltirmaslikmi ehtimol? Shunga eng unumli usuli manqurt qilib qo'yish.
Buning uchun oldi bilan tutqunning chechini tushirib o'tib, yosh so'yilgan tugining bo'yin terisini yoki kolining terisini beshiga qoplaydi. Buni qirg'izlar shira deb atagan. Uningga ko'ndin yip tilib o'tkazib, manglaydan chambarchas qilib mahkam bog'latadi. Ondan keyin mingini qaynatadigan oftobga elib chiqib, put-qo'llarini bog'lab qo'ydi. Tutqun shu chog'da asta-asta azoblandi ekan. Oldi bilan xom teri issiqda qo'rilib, odamning beshini qisib, ustixonni sundirib, cho'l-cho'l bo'lib ketgidek azoblasa, yana bir tarafdan o'sgan choch, keplangan terini tesholmay, keyniga qaytib, taqir boshqa xuddi yingni sanjigandek sanjilib, butun nervi tizimini o'ltirdi. Ya'ni esda saqlash iqtidorini butunlay yo'qotdi. Bir hafta yoki 10 necha kundan keyin ya o'lib qoladi, ya manqurt aylanadi. O'lsigu azobdan qutuladi. Tirik qolsa ismi otisi, tegi taxtini, butkul kechirmishlarini unutib, faqat xo'jayinning deganini qiladigan qora kuch egasiga aylanib qoladi. Odam bolasi quyuq chechangni tik turg'izadigan zolimlikning qancha turlarini o'ylab topqani, faqat bunda qayg'uning o'xshashlari tepilmas. Bir qitim Moskvaga poyez bilan ketib Qizilorda oblastining ustidan o'tgan chig'imizda radioda Bayqo'ng'irdan olam kemasining uchqanligini xabar qildi. Poyez derisidan qurib qog'jirab ketgan idirliq dalaga qarab tugumas xiyolga cho'kdim. Romanni yezish, ya'ni asrdan alqagan bir kun romanini yezish ideyasi shu chog'da o'yimga kelgan. Boshqa planetlardami aqlliq maxluqlar bor deb yurimiz. Navoda yer shari ularning olamlik hujumga uchrashichu degan gumon xiyolima kirib aram oldirmadi. Yosh vaqtimda anglagan manqurtlik hikoyasi xiyolimda qaytadan yalt qilib o'tdi. O zamonlarda kuchtingurlar odamning beshiga qamoq selib, qisib, aslush, aqlushini yo'qotgan. Bu umumyuzlik xarakterini olmagan, yakka turdagi ko'rinish edi. Ammo qarama-qarshi ideologiyani olg'a surgan, o'zaro qarshilashayotgan ikki taraf olamga chiqib, bir-biriga hayva ko'stib, yer shariga shir solsa qanday qilish kerak? Yolg'iz bir kishi beshidagi hasrat umumiylashib bizni butunlay chirmab o'z iskanchisiga olmamdi. Shaklar xil bo'lgani bilan tragediya o'rtaqda. Inson bolasiga kelish mumkinchilik bo'lgan bundaq g'am qayg'udan oldin ola saqlandirg'uni keldi. Chingiz Aytmatovning asridan olgan bir kun degan asari dunyoviy dangliq asar. Manqurtninki gibi chiqdi, ayni zamanda shundaq o'ziga mangu sodiq ishlatish uchun beshini tushirib deb tögening yoki kolining terisini beshiga ching bog'lab, hatto kun issiqda tug'izsa, bu odam butun nerv siziblarini yo'qotib ishlaydigan manqurtlarga aylandi ekan. Endi bugungi kundagi yangicha manqurtlar qaysi xil shaklda o'tirg'a chiqadi. Mingyush deydigan bir atalg'i bor. Bu narsa shu. Bugungi kunda biz uchrashayotgan narsalar amniyatda bizning beshimizga bijimlarni kiydirib, undaq terlarda issiq o'tkazib, unaqasini neptun kun optob qoqlab manqurt qilyapmizmi? Bizning uchrayotgan ideologiyamiz, biz ko'rayotgan narsalar bizning mingimizda bir narsani shakllantirdi. Va shu hokimiyat o'rnida turayotgan ideologiya bizni o'zi uchun xizmat qildirdi. Bugungi kundagi TikTok yoki Instagram u yerga deydigan ijtimoiy taratquv vositalarini olaylik. Ijtimoiy taratquv vositalarida masalan, men TikTok ishlatmayman, Instagramni yangi ochdim, qanday ishlatishni bilib ketmayman. Shunga bu haqda bak tafsiliy gap qilg'dak salohiyatimi yo'q, ammo shuna bir narsa bor. Moda bo'layotgan asosiy iqimlar, masalan, ma'lum bir film chiqqan bo'lsa, bu filmda masalan bir qahva to'kilib ketdi, shuning bilan u kelib aytib qo'ydi, yana bir shuning bilan bunga rahmat deb 100 qo'y pul berdi degandek bir ko'rinish bo'lgan bo'lsa, buni nurg'un ashtaq to'r cho'lponlar yoki odamlar o'xshash ishlaydi ekan, buni asosiy iqim ideya deydi ekan. Bundaq iqim ideyalar to'xtamay o'zgarib turdi ekan. Masalan, bugun biz bir xil film ishlagan bo'lsa, ertasi bir xilashni do'rab ishlab, shu shaklda nihoyat ko'p o'ziga mastona yoki ergash kuch to'plash orqali o'zining iqtisodiy kirimiga ta'sir ko'rsatadigan. Bugun ashuna bir xonimlar o'tirsida bir suhbat ashla bir parang bo'ldi. Shuna narsa bor. Endi mushu kunda o'zgarib turayotgan bu modalar, bu iqimlarning oqis turayotgan yo'g'on bir narsa bor. U bo'lsa-mu bizni mushundaq dunyodagi buguni o'tib ketsa vaqt o'tib ketadigan, ertasi yangisi keladigan, hech bir puchakdek hayotimizga nima qilmaydigan shu narsalar bilan band qilib deb bizni haqiqiy nishonimizdan, biz bormoqchi bo'lgan yerdan, bizning real hayot yashayotgan yasham maholatimizdan ayirib tashlab,
Başqa bir dunyoga akib qo'ydi. Shuning bilan qanday bo'ldi? Amaliyotda bir odam, buning ro'yi miyada, o'zi miyada. Bu ikkisi bir yerga kelinmagandan bu yerda baxt deydigan narsa bo'lamdi. İnsanlarninki baxt tuyg'usiniki tuvanlab ketishi, insonlarninki hayotga bo'lgan suyunchisi, yasham sevinci deydi turkchada. Hayotga bo'lgan o'tdek ishtiyoqining tuvanlab ketishi. Ma'lum bir narsani masalan bir ish qilayli desak, shuningga voy mandati deb shu o'tliq chiqadigan bir bir turkum kishilar yoki bir necha yoshni topolmasligimiz. Bir ishni boshlab shundoq qo'pab bo'g'ish tashlaydigan. Bu narsalarning hammasi bugungi kunda bizning qonimizni manqurtlashtirayotgan narsalar. Yana bir narsa var. Hozir qisqa film davri deb, mayli Instagram bo'lsin, mayli TikTok bo'lsin, to'xtamay bir narsalar yangilanib turadi-ku. Bu yangilanib turayotgan narsalarninki o'tganda bir maqola o'qigandim. Bu nima uchun qandoq ziyni bor? Masalan, biz bolalarimizga buni bersak bo'lmaydi, nima ishqa bo'lmaydi degan vaqtida birisi hamda bizningki ekrandan chiqadigan nurning bolalarning hamda jismoniy jihatdan ilib aytganda ko'zi ko'rsatadigan yoki badani ko'rsatadigan ta'siri. Yana birisi buning ichidagi ideyalarning, ko'rinishlarning boylab o'tib ketdi-ku, sadizm to'g'risida gap qildi-ku. Ya'ni shu chog'dagi yozilgan roman bir narsalarning insonlarning ingida bir xil zo'ravonlikni uyg'otganligi va shundoq ish-harakatlarga turtki bo'lganligini deb o'tib ketdi-ku. Endi biz bugungi kunda bilamiz, bolalarimizga qo'ychoq tanlaganda, o'yinchoq tanlaganda, bir narsa tanlagan vaqtida biz sog'lom o'yinchoqlar deymiz. Hatto telefonga tushiradigan o'yinlargami sog'lom o'yinlar deb menda at qo'ydik. Bilamiz biz hozir bunday narsalarning miyaga ta'sir ko'rsatadiganini hammadan biladi. Shunga bolalarga telefon bermasak, telefonni ko'rgan narsa uning ideyasiga ta'sir ko'rsatadi, ro'yiga ta'sir ko'rsatadi deb. Bu hammamiz bilib bo'lgan bir nuqta. Üçüncü nuqtaga kelaylik. Biz diqqat qilmayotgan narsa nima? Bu narsa shu. İnsonningki mingsida ajralib chiqadigan dopamin deydigan bir narsa bo'ldi ekanda. Masalan, yangi bir narsa ko'rganda, sizni diqqatingizni tortadigan, sizni xush qiladigan, sizga qiziqtiradigan bir narsa chiqqan vaqtda bu dopamin ajralib chiqar ekan. Bir filmni ko'rgan vaqtimizda, "Vuy, mamanda ekan. Anda olam, mamanda olam" dopamin ajralib chiqdi. Ikkinchisini ko'rdik, ajralib chiqdi. Uchinchisini ko'rdik, ajralib chiqdi. Bu jarayonda menga to'xtamay dopamin ajralib chiqadigan holatda turdi va mushta o'xshash bo'lib qolgandan keyin dopamin deganning to'xtamay bir to'lqinliq yangi narsalar chiqishi kerak. Bu telefonni ko'rib zerikib, buningdan bekrak, buningdan texmi g'idiqliqchi bir narsaga intildi. Masalan, normal naqsh anglayotgan bo'lsa, orqasidan bu naqshni texmi hayajon bilan o'qiyotgan. Yoki bo'lmasa uning yeniga bir usul, yoki bo'lmasa yangi bir narsa qitilmaguncha, dopamin saviyasi bo'ldi endi. Ya'ni aslida siz bundoq bir tal yumor anglasangiz kuldigan yerdan bo'ldi o'tib ketdi. Texmi bekrak bir mahkam kuldiradigan bir narsa chiqmasa, kulmaysiz. Shuningga ko'rayotgan narsa yana bir qadam bundoq o'sish kerak bo'ldi. Bu insonni ro'yi jihatdan bir xil to'ymaslikqa ilib bordi. Bu bir tarafi. Yana bir tarafi bor. Davomli takrorlanib turayotgan narsalarda dopamin ajralib chiqmaydi. O'xshash ritmdagi narsalarda. Bu dopamin ajralib chiqqan vaqtdagi suyunish, xushalliq bu narsa masalan bo'lmaydi. Bu yerda bizni asli hayotda, haqiqiy holatda bizni biz qilib tutib turayotgan narsa hargiz har kun yangilanib turadigan hayajon, undaq dopaminimiz ajralib chiqadigan narsa emas. Masalan, bir til o'rganishni misolga olaylik. Qosimiz masalan, "Voy, bugun ma so'zni o'rganib oldim. Undaq qilib oldim, mundaq qilib oldim" deb bitta jumla o'rganib olsak, hayajonlanib ashundoq xushib ketamdi. Tunjiqda mana deymiz, lekin bu til, butun bir tilni o'rganish deganning kunlik takrorlanish, o'rganish. Yaxshi bir odat yetildirishni deyli. Har kun o'xshashning takrorlanishi. Bir bilimni mustahkamlash deyli, buni takror qilish. 10,000 soatlik bir muvaffaqiyatning 10,000 soatlik qoidasi deydiganda bir ishni 10,000 soat qilgan vaqtida shu ishningki mutaxassisga aylandi. Mayada 10,000 soat emas. 10 minut bir ishni besib o'tirib qilolmaydigan kishilar o'tirg'i chiqadi. Bugungi mushu qisqa film davrida bir ishni 10 minut besib o'tirolmaydigan bir avlodlar kishilar balkim bizmi shuning ichida. Shunday yetishib chiqadi. Bu nimadan derak berdi? Bu o'xshashli bizning turmushimizni mayli iqtisoddan bo'lsin, ro'yatdan bo'lsin, biz izlayotgan o'zimizga rozimanlik tuyg'usi bo'lsin, hayotdan so'nish, hamma narsani yo'q qilib o'tadi degan gap. Bu yerdagi narsa shu. Shu amaliyotda mushtaq telefonlarni taqab, hamma ishlarni qilib turib, biroz soat o'tirib kitob o'qish bizni mana shundoq yoki kitobdan yoki mushtaq narsalardan o'zimizni
tەڭشەp, bir ishni besib turib qila oladigan uyda, o'zimizda o'sha narsa yetildirmasak, bugungi kundagi yangicha manqurtlarninki sepiga kirib ketamiz degan gap. Burunqidek beshiga ilqidek teri bog'lab qo'yib 15 kun oftobda turg'izmasami, mana shundoq beshimizga qaplab qo'ygan TikTok, beshimizga qaplab qo'ygan bu Instagram, bu tordagi qisqa filmlar va buningki ideya jihatdan bo'lsin, bizning jismimiz bo'lsin, nervimiz bo'lsin, bularga ko'rsatayotgan ta'sirdan qutulmoqimiz unda oson to'xtamaydi degan gap. Shuni kitob o'qiylik. Kitobimizni bugun mushagicha o'qidik, ertan davomli o'qiymiz. Hammanglarga rahmat, xayr xo'sh, Alloh omonat.